Varikozga nima qilish kerak, davosi bormi? Jonlaringiz sog' bo'lsin. Varikoz bilan qiynalayotgan insonlarga tezda yuborib qo'yinglar, baraka topkunlar. Xom pomidor ichida salanin moddasi bor, zaharli modda bor. Teng pichoq bilan ikkiga bo'lib, varikozingiz chiqib qolgan, tomirlaringiz chiqib qolgan ash tomirlar ustiga ishqalayverasizlar. Xuddi spirt bilan qanday masaj qiladi. Ana shunday mana shu xom pomidorni suv bilan varikozni ustiga surtavering. Xudo xohlasa 4 kun, 5 kunda mana shu varikozlaringiz chekinib, orqaga qaytadi. Xom pomidorda mana shu salanin moddasi pishgandan keyin u modda ketadi tarkibidan. Ana shu uchun xom pomidorni tavsiya qilaman varikoz uchun. Sinab ko'ring. Juda ham ko'p insonlar shifo topgan bu varikozdan mana shu xom pomidor orqali. Shifo Allohdan. Bu bir sababchi. Xudo xohlasa varikozni ko'zini o'yadi. Mana shuni surtab ko'ring oyoqlaringiz orqasiga. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bitta podpiska, bitta like bosib qo'yasiz. Keyingi chiqadigan foydali videolar siz telefoningizda doim turadi.